Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Qadrli Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari, bugun mana biz 12-yanvar kuni ekilgan 10 gektarlik kartoshka poliyamizdamiz. Xudo xolasa qor yog'di. Qordan keyin nima bo'ldi? Shu haqida batafsil video qilgani to'xtaldik. Xudo xolasa kartoshkalarimizni holati mana shunaqa ko'rinishni boshlabdi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa boshlabdi chiqishdi. Xudo xolasa bu mavsumni ham ilk nihollari yerni betiga chiqishni boshladi. Inshaalloh bir 2-3 kunda nasib qilsa kartoshkalarni yerni betiga, ya'ni kilonkamizdan tashqariga chiqarishni harakatini qilsak ham bo'laveradigan bo'lib qolibdi. Mana qadrli do'stlar, mana bunga o'xshab chiqqan kartoshkani ozgina ochib qo'yishga to'g'ri kelyapti. Natija yomon emas. Xudo xolasa bu yog'i xuddi shu ishni amalga oshirib chiqishimiz kerak. Nimaga? Sabab kilonkani issig'i ko'chatni sarg'aytirib qo'yadi, ya'ni oftob urib qo'yadi. Natijada nihollar kasallanadi yoki bo'lmasa shu kasallik tushgan joy avj olmaydi, stressga tushib qoladi. Shuning uchun imkon darajasida harakat qilamiz. Ushbu ko'chatlarimizni ertaroq chiqarib yuborishga. Xudo xolasa bu yil o'tgan yilga nisbatan kilonkalarimizni ochilishi ham kamroq, chunki qor yoqqaniga nisbatan bizda yerlar ochilmadi, ya'ni kilonka shamolda ochilib ketmadi demoqchiman. Natijada qayta ichiga tushib yopib chiqishlar bo'lmadi. Xudo xolasa mana paketlarimiz ichi yaxshi. Shu poliya 10 gektar, bu yog'i 350 metr, bu yog'i bir 1000 metr bo'lsa kerak. Mana shu oqarib turgan barcha joylar kartoshka. Inshaalloh ko'rinib qopti. Yana bir 1-2 kunda natija ko'paysa, ozgina keyin asta-sekin chiqarishni boshlasak bo'ladi. Mana bunga o'xshab tegib qolgan. Mana natijasi. Ozgina ochib qo'yish kerak. Chunki ochmasa, havo kirmasa kilonka o'ltiradi. Shuning uchun ochib chiqamiz. Bu dastlab hamma yer tekis chiqqani yo'q. Nimaga? Chunki traktor yopgan, texnika yopgan. Texnika yopganda ba'zi joylar qalinroq, ba'zi joylar sal yuqoriroq yopilganini hisobiga. Ba'zi joy ertaroq chiqyapti, ba'zi joy sal kechroq chiqib qolyapti. Shuni hisobiga. Xudo xolasa qolganlari ham chiqaveradi inshaalloh. Shuni bo'lishay dedim. Xudo xolasa kanalimizdan uzoqlashmang. Videoga like, kommentariy yozishni unutmang. Inshaalloh kartoshkalarimizni chiqarayotgan kuni ham xudo xolasa bitta chiroyli video qilib chiqarib berishga harakat qilaman. Qanaqa jarayonda chiqadi, qanday bo'ladi, uni qanday amalga oshiramiz va barchasini chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz.